Amerika cho'ng qirg'inchilik muzey qarmog'idagi Shimonskoye irqiy qirg'inchilikning oldini olish markazining mudiri Kikoler 5 mart o'tkazilgan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan sistemlik ziyonkashligi nomli yig'inda so'z qilganda, Xitoyning Sharqiy Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligiga dalil borligini aytdi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijro komitetining tang huquqli raislari Avam palata a'zosi Jim McGovern va Kengash palata a'zosi Marco Rubio yig'inga qatnashdi. McGovern so'zida u va Rubioning Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishining oldini olish qonuniy nomidagi bir qonun loyihasi tuzishni planlayotganligini bildirdi. Bu qonun Uyg'ur avtonom rayonidan Amerikaga mal import qilishni cheklaydi. Xitoyning yig'ilish lageridagi kishilarni tadrijiy zavodlarga yo'tkab majburiy emgakka selayotganligi, ularga noyda oz ish haqi berilganligi, hatto hech qanday ish haqi bermaydiganligi haqida xabarlar o'tirg'i chiqqan edi. Avstraliya strategik tadqiqot instituti bu hafta e'lon qilgan bir dokladida bu tutqunlarning bir qismining Alma, Samsung va Sony qatorliq cho'ng shirkatlar uchun mol ta'minlaydigan zavodlarda majburiy emgakka selinganligini o'tirib qo'ygan. Wuhan virusi sababli Xitoyning oldingi 2 oylik eksport miqdori zo'r darajada tuvanladi. Xitoyning Tamojna idorasining 7 mart xabar qilishicha, Xitoyning 2020-yil 1 va 2 oydagi eksport miqdori o'tgan yilning o'xshash mezgiliga qaraganda 17.2% tuvanlagan. Xitoy Tamojna idorasining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, Amerika dollari bo'yicha hisoblanganda, oldingi 2 oylik import-eksport umumiy miqdori 591 milliard 990 million bo'lib, 11% tuvanlagan. Bunun ichida eksport 17.2%, import 4% tuvanlagan. Bu Xitoyning 1-oyda Amerika bilan tuzgan savdo kelishimidagi va'dalarini o'rinlashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yana bir tarafdan, Amerika Zapas pul komitetining bayonotchisi oldin olish tadbirlari sifatida Amerika Zapas pul komiteti Osiyodan kelgan dollarlarga qarata oz deganda 7 kunni 10 kungacha karantin qilish tadbirini yo'lga qo'yganligini bildirdi. O'zbekiston doiralari 7 mart bayonot e'lon qilib, Rossiya boshchiligida qurilgan Yevro-Osiyo o'rtaq iqtisod gavdasiga kuzatuvchi a'zo sifatida qatnashishni qaror qilganligini bildirdi. O'zbekiston taratqullarining 7 mart xabar qilishicha, O'zbekiston hukumatı yaqinda Yevro-Osiyo o'rtaq iqtisodiy gavdasiga kuzatuvchi a'zo bo'lish planini tasdiqlagan bo'lib, bu qaror ovozga qo'yish uchun parlamentga sunilgan. Prezident Mirzayevning o'zidan burunqilarga qaraganda tashqi siyosat va savdoda ochiq bir pozitsiyada bo'lganligining Rossiya va O'zbekiston munosabatiga ijobiy ta'sir ko'rsatganligi, O'zbekistonning Yevropa-Osiyo o'rtaq iqtisodiy gavdasida Rossiyadan qolsa eng chong iste'molchi bo'lish iqtidoriga ega ekanligi ilgari surilmoqda. Mirzayev 24 yanvar O'zbekiston parlamentida so'z qilganda, hukumatimiz Yevro-Osiyo o'rtaq iqtisodiy gavdasi bilan hamkorlik o'rnatish yo'llari ustida izlanayotdi degan edi. Xitoyning Fujian o'lkasi Chonju shahrida Wuhan virusi bemorlari va ular bilan quyuq aloqada bo'lganlarni karantin qilish uchun ishlatgan bir mehmonxona o'rilib tushib 70 kishi qopsilib qoldi. Voqea tunugun kech yuz bergan bo'lib, Xitoy jiddiy ahvollarni bartaraf qilish doirasining bildirishicha, bugun soat 10:30 gacha 42 kishi qutqizib chiqilgan. Ulardan 4 o'lgan bo'lib, yana 4 kishining ahvoli xatar ekan. Oz deganda yana 29 kishi xarobalikda qopsilib qolgan. Xitoy taratqullarining bildirishicha, bu mehmonxona Wuhan qatorliq joylardan kelganlar yoki Wuhan virusi bemorlari bilan yaqin aloqada bo'lganlarni ayirib etish uchun ishlatilgan. Saudiya Arabistonda arasida Padişah Salman bin Abdulazizning qarindoshi Ahmed bin Abdulaziz bor bo'lgan bir necha nafar yuqori darajali kishi siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga urinish bahonasi bilan tutqun qilindi. Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad bin Salmanning buyrug'i bilan Salman bin Abdulazizning qarindoshi Ahmed bin Salman va sobiq valiahdi Muhammad bin Naifning qo'lga ilinganligi ilgari surildi. Amerika Wall Street jurnalining Saudiya Arabiston manbalariga asosan bergan xabarda aytilishicha, yuqorqi 2 kishi juma kuni kech uylaridan tutib ketilgan. Xabarda bu ikkilarning o'lim yoki muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi ta'kidlangan. Qo'lga ilinganlar orasida shahzoda Navof bin Naifning borligi ilgari surilmoqda.